Aytsam ishonmaysiz, bu prezidentga 638 marta suiqasd uyushtirilgan, lekin baribir o'ldira olishmagan. U 90 yoshgacha yashagan. Fidel Castro Kuba davlatini botqoqdan olib chiqqan revolyutsioner. Kubaning oldingi prezidenti Batista rejimi davrida Kuba Las-Vegasdan keyingi eng yirik qimor va fohishaxonalar markaziga aylangan edi. Boshqaruvi deyarli AQShning qo'lida. Odamlar qashshoq, savodsiz, tibbiy xizmat sifatsiz va qimmat, shahar notinch, mafiyaga to'lgan edi. Fidel Castro Batista diktaturasiga bir necha marta qarshi chiqdi. 1959-yil 1-yanvarda Batista rejimi qulatildi. Fidel Castro hokimiyatni o'z qo'liga oldi va davlat rahbariga aylandi. Fidel birinchi o'rinda AQShdan mustaqil siyosat yurita boshladi. Sotsializmni tanladi. Tibbiyot va ta'lim bepul bo'ldi. Fohishaxonalar, qimorxonalar yopildi. Ular o'rniga kasalxona va maktablar qurildi. Irqchilik va korrupsiya yo'qoldi. AQSh Kuba bilan iqtisodiy aloqalarni butunlay to'xtatdi. Iqtisodiy embargo e'lon qilingan edi. Kuba SSRdan yordam olayotgan edi. Lekin SSR tarqab ketdi. Iqtisodiyoti butunlay SSRga bog'lanib qolgan Kuba og'ir ahvolga tushib qoldi. Prezident iqtisodiyotni tiklash uchun turizmni yo'lga qo'ydi. Kichik bizneslarga ruxsat berdi. Boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilishni boshladi. Ammo Kubaning iqtisodiyoti unchalik yaxshilanmadi. U 2016-yilda vafot etdi. Fidel Castro hozir ham Kubada eng kuchli tarixiy shaxs hisoblanadi. Ammo yoshlar uni iqtisodiy qashshoqlikda ayblashadi. Bu haqida siz qanday fikrdasiz? Izohlarda yozing va yanada qiziqarli ma'lumotlar uchun obuna bo'ling.